Ko'pchilik treyderlar trendni to'g'ri topadi, lekin baribir zararda chiqishadi. Buni eng asosiy sababi savdo bitimini ochish nuqtasida, ya'ni entry nuqtasi xato bo'lishdi. Bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, professional treyderlar qanaqa bosqichma-bosqich tahlil qilishini va entryni aynan qaysi tasdiqlar asosida olishini men sizlarga to'liq o'rgataman. Meni ismim Hikmatjon Hojiakbar, trading sohasi bilan 6 yildan beri shug'ullanib kelaman. Shu kungacha 300 dan ortiq insonlarga trading sohasida bilim berganman, daromadga chiqishiga yordam berganman. Agarda kanalda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying va qo'llab-quvvatlash maqsadida like bosishni esdan chiqarmang. Demak, boshladik. Demak, biz istalgan instrumentda tahlil qilayotgan paytimizda birinchi bo'lib katta time frame dan boshlaymiz. Nega? Katta time frame'dagi birinchi o'rinda biz globalniy trendni aniqlab, kichik time frame'da harakat qilamiz. O'sha trend yo'nalishi bo'yicha savdo bitimini amalga oshirishga. Demak, bizning holatda bu katta time frame deganda haftalikdan yoki oylikdan boshlaganimiz to'g'ri bo'ladi. Bizning holatda qaranglar, outcut haftalik time frame ochdim. Narxda hozir men globalniy darajalarni belgilab olishim kerak. Demak, narxda globalniy support nega aynan shu yerda oldim? Svechalarning yopilishiga e'tibor beringlar, istoriyada qaytib berganiga e'tibor beringlar. Narx juda ham ko'p marta va kuchli reaksiya bergan aynan mana shu o'rindan. Keyingisi haftalikda narxdagi maksimum daraja. Demak, narxdagi maksimum daraja narx juda ham ko'p marta reaksiya bergan, kuchli reaksiya bergan o'rin hisoblanadi. Keyingisi kunlik time frame ga olman. Kunlik time frame ga olganimdan keyin bizda trend o'zi nima bo'lyapti? Kunlik time frame da hozirgi holatda narx bizda o'zi haftalikning ikkita aniq diapazon ichida flat harakat qilyapti. Lekin kichikroq time frame, ya'ni kunlikni ko'radigan bo'lsak, bizda demak o'suvchi trend. Uptrend boshlandi. Qayerdan bilamiz? Uptrend mana bizda bitta katta engulfing sham patterni shakllandi bizda. Shunga qarab turib biz demak forecast qilishimiz mumkin, analiz qilishimiz mumkin narxda uptrend boshlanayotganini. Uptrend bo'layotgan paytda biz ikki xil ssenariy bo'yicha savdo qilishimiz mumkin. Birinchisi, narx korreksiya berishini kutib, korreksiyasidan keyin buyga pozitsiya olish. Ikkinchisi, narx qanaqadir kuchli maksimumga kelib, razворотный model shakllansa, tasdiq beradigan bo'lsa, sellga risk ko'rish. Demak, ikkinchisi bizda o'sha korreksiyasiga ishlanish bo'ladi, birinchisi bo'ladigan bo'lsa, o'sha global trend bo'yicha global trendga qo'shilish bo'ladi. Xo'p, bizning holatda ko'radigan bo'lsak, outcut narxdagi endi biz kuchli o'sha reaksiya berayotgan diapazondan topishimiz kerak. Demak, birinchi zonamiz narxdagi aynan juda ham kuchli qarshilik zonasi, istoriyada qaytargan, hozir ham qaytardi. O'sha mana bu joydan bitta touch qilib pastga qarab qaytib ketdi. Agarda narx bizda bu diapazonni yorib o'tadigan bo'lsa, biz demak buyga entry qilishimiz mumkin. Biz entry qilishimiz uchun hozirgi paytda valyutniy paralarda men o'zim eng ko'p foydalanayotganim 4 soatlik va 1 soatlik. Oldin M30, M15 da ham entryga tasdiq olib turib entry qilardim, lekin hozirgi kunda M30 bilan M15 win rate juda ham tushib ketdi. Shuning uchun 4 soatlik yoki 1 soatlik bo'yicha hozirgi kunda ko'p сделкalarimni aynan o'sha katta time frame ga qarab turib, katta time frame dagi tasdiqqa qarab pozitsiya olaman. Xo'p, narxdagi keyingi pastdagi zonasi, ya'ni support zonamiz, mana demand zonamiz deymiz. Narxda zona belgilaganinglar tepadagi supply zona bo'ladi, pastdagisi demand zona bo'ladi, ma'lumot uchun. Demak, demand zonamiz bizda aniq. Mana shu holatda agarda men risk qiladigan bo'lsam, misol uchun qaranglar. Mana bu joyda narx flat bo'ldi, tepani bitta yechdi, keyin bizda engulfing qizil svicha shakllandi. Engulfingdan keyin entry qilib, stop loss engulfing ustiga joylashtirishim mumkin va take profitni pastdagi demand zonagacha belgilab olishim mumkin. Va demand zonani men примерно mana o'rtasigacha oladigan bo'lsam, bizda mana shu holatda men entryga tasdiq qilgandan oldin bizda shakllangan engulfing patterndan olman. Demak, o'zidan oldingi 3-4 ta svichani bitta svicha yutib oldi va bizda engulfing modeli shakllandi. Engulfingdan keyin men entryni amalga oshirdim, engulfing ustiga stop loss joylashtirdim. Take profit'im bo'ladigan bo'lsa, demak pastdagi demand zonasigacha. Demak, demand zonasigacha bizning holatda mana hozir agar entry qilgan bo'lganimizda 1-2 risk reward bor. Ya'ni bu holatda men aynan tasdiqni 4 soatlik time frame'dagi engulfing sham patternidan oldim. Engulfing pattern shakllandi va men entry qildim. Demak, undan ham kichikroq time frame'da agar ko'radigan bo'lsak, aytaylik 1 soatlik time frame'da bizning holatda nima bor? 1 soatlik time frame'da ko'rsak, bizda o'sha mana minimumda yana bitta zona bor. Mana bu zona bor. Narxdagi kuchli zona. Qayerdan bilamiz kuchliligini? Mana juda ham ko'p marta mana bu joyda e'tibor bersangiz, qarang, mana bu yerda qaytardi, bu yerda qaytardi, mana bu yerda buzib o'tgandan keyin mana bu joydan yana bir marta qaytardi. Ko'rasiz? Bu degani demak narxdagi bu zona juda ham kuchli zona hisoblanadi.
Hozirgi holat bo'yicha biz qanaqa ssenariy qilishimiz mumkin? Hozirgi holat bo'yicha biz ssenariy qilishimiz mumkin. Agarda narx bizda o'sishda davom etsa, mana shu high yorib o'sib tepada yopilsa, bitta korreksiyadan keyin biz mana shu korreksiya bo'lgandan keyin mana shu joydan aynan biz engulfing sham patternini shakllanishini kutib, mana bizda agar engulfing mana shu joyda shakllanadigan bo'lsa, biz pozitsiyaga kirishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu joyda bizda engulfing shakllansa. Yoki ikkinchi varianti bor, aynan bizda tasdiq olish bo'yicha yordamga kelishi mumkin. Bizda indikatorlar, qo'shimcha tasdiq faqat indikatorga asoslanib сделка qilib bo'lmaydi. Bu qo'shimcha tasdiq sifatida qarashingiz mumkin. Ya'ni faqatgina switchning patternga emas, biz qo'shishimiz mumkin. RSI indikatorni qo'shishimiz mumkin. Misol uchun moving average'larni qo'shishimiz mumkin. Bu ham qo'shimcha mana moving average hozirgi menda exponential bu 50 period bilan ishlayapti. 50 period degani oxirgi narxdagi 50 ta switchani o'rtacha narxini hisoblab beradi. Va bu narsa agarda switchlarning tagida harakat qiladigan bo'lsa, bizda bu narsa uptrendga prosta qo'shimcha tasdiq. Tushunasiz? No, главный entry uchun eng ko'p men o'zim ishlatadiganim bu aynan o'sha engulfing patterni, doji patterni va bizda strukturani buzilishi. Kichik time frame'da, demak, high bo'layotgan bo'lsa, highlarning yengillanishi to'xtab turib, lowlarning yengillanishi boshlanishi. Bu ham menga bitta tasdiq sifatida foydalanaman. Xo'p, buning uchun kelinglar bitta boshqa valyutning paridan ko'rib chiqamiz bu narsani sizlar bilan. Videoning shu joyida sizga bitta kichkinagina eslatma bor. Agarda video darsi foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta like bosib, komment yozib, trader tanishlarga yuborib qo'yishni unutmang. Bu orqali bizani qilayotgan mehnatni sizga foydali bo'layotganini bildirayotgan bo'lasiz. Va bu orqali bunaqa video darslarni ko'proq chiqarishga, live streamlarni ko'proq tashkillashtirishga motivatsiya berayotgan bo'lasiz. Misol uchun mana funt dollar o'sha birinchi katta time frame ga qaytamiz. Kelinglar. Birinchi katta time frame, haftalik time frame. Haftalikdagi bizda darajalarimiz, kunlik time frame ga ochamiz. Kunlikda bizda juda ham kuchli qarshilik zona bor. Mana bu juda ham kuchli demand zona bor. 4 soatlik oladigan bo'lsak, bu narsa undan ham zo'r ko'rinib turibdi mana. 4 soatlik time frame da bizda zo'r demand zona bor. Va mana narx mana shu joydan reaksiya olyapti. Aytaylik, mana shu joyda biz buyga сделка ochmoqchimiz. Chunki trend buyda narxda korreksiya bo'ldi va biz buy kirmoqchimiz. Qanaqa buy olishimiz mumkin? Qaysi tasdiq bilan? Qaranglar. Bizda qo'shimcha yana bitta analiz bor. Bu bizda trend liniya bor. Endi menda bu holatda bo'lishi mumkin. 1 soatlik time frame da menda oxirgi qarshilik diapazon bor. Mana. Narx shuni yorib o'tishini o'zi menda ichki kichik struktura, ya'ni mana bu joyda hozir bizda flat bo'ldi. Flatdan keyin uje narx tepani yorib o'tdi degani bizda uje buyga bitta signal bor degani. Mana bu diapazonni yorib o'tsa. Diapazonni yorib o'tgandan keyin agar retest qilib beradigan bo'lsa, bu undan ham idealniy moment aynan buyga men pastdan сделка olishimga. Ko'rasiz? Demak, bu yerda bizda struktura buzilyapti, struktura o'zgaryapti. Ya'ni bizda ketma-ket maksimum minimum yangilanib lower low bo'lib ketadi. Lower high, lower low, lower high, lower low bo'lib ketdi va bizda oxirgi narxdagi lower high urilgandan keyin bizda higher high shakllansa, bu narsa ham bizda bitta tasdiq hisoblanadi. Ya'ni kichik time frame da strukturani o'zgarishi. Struktura bizda kichik time frame da down trendda edi. Bu narsa o'zgarib uptrendga o'zgarishi mumkin. Agarda misol uchun biz sellga qaramoqchi bo'lsak, misol uchun sellga qaramoqchimiz, narxda mana pastdagi diapazon yo'q deb hisoblaydigan bo'lsak, qaranglar. Bizda mana bu joyda qarshilik zonasi bor va biz mana shundan sellga entry qilishimiz kerak. Misol uchun biz mana engulfing tushdi. Engulfingdan keyin entry qilishingiz mumkin. Okey, buni o'tkazib yubordingiz, narx yana qaytib keldi. Qaytib kelgandan keyin bizda mana bu joyda qarang, narx ketma-ket high yengil olmasdan qizil switch bizda shakllangan oxirgi low yengiladi. Mana minimum yengiladi. Bu narsa ham demak strukturani o'zgarishi. Nimaga? Qarang, bizda mana bu joyda struktura shakllandi, to'g'rimi? Low, high, low, high, low, high yengillanmadi, lekin low yengillandi, minimum yengillandi. Bu degani bizda struktura o'zgardi degani va biz mana shu holatda ham misol uchun sell entry qilib, tepasiga stop loss, take profit impuls boshlangan nuqta. Demak, impuls qayerda boshlandi? Bizda impuls mana bu joyda boshlandi, aynan 1 soatlik time frame da. Take profit mana shu joygacha olishimiz mumkin bo'ladi bizda. Bizning holatda demak risk reward 1 ga 2.5 bo'ladi. Ya'ni mana shu joydan biz entry qilamiz, stop loss high tepasiga, impuls boshlangan nuqtagacha take profit olamiz. Va take profitimiz 1 ga 2.5 bo'ladi. Agar bu o'qib o'tadigan bo'lsak, pastiga kuchli diapazongacha tushib beryapti. Demak, bu take profit bizda 3.5 bo'ladi.
железный misol uchun o'sha 4 soatlik 1 soatlikda уверен tasdiq bilan entry qiladigan bo'lsangiz, valyutniy paralarda как minimum o'rtacha 1 ga 2 risk nisbatida bemalol сделка olishingiz mumkin. Просто sizni ideyangiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, analizingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu narsani ishlab berish ehtimoli juda ham baland. Demak, siz olishingiz mumkin entry qilayotgan paytda qo'shimcha tasdiq sifatida indikatorlardan foydalaning. Xohlasangiz любой indikatordan, faqat qo'shimcha, faqat indikatorga qarab turib сделка qilib bo'lmaydi. Entry уже kirish momentida siz o'sha patternlar hozir ko'rsatganman, o'sha engulfing, dojilar bo'lishi mumkin. Tam bizda yana qanaqa molot degan patternimiz bor, o'sha bo'lishi mumkin va keyingisi o'sha strukturani buzilishi. Mana hozir ko'rsatganimdek bizda demak mana maksimumlar yangilanib, minimumlar barallashib ketgan bo'lsa, narxda maksimum yangilana olmadi va minimum yangilandi. Va minimumga korreksiya o'sha bizda mana shu momentda struktura o'zgardi. Mana. Bizda uptrend bo'lib, hayli ketma-ket yangilanib ketdi va bizda oxirida mana qarang, minimum yangilandi, minimumga korreksiya va o'sha pastdagi lowlar yangilanishi boshlandi. Ya'ni bizdagi uptrend holati razvorot berib downtrendga o'tdi va bu kichik time frame da, kichik struktura o'sha M30H1 da shakllanadigan bo'lsa, bu narsadan ham biz tasdiq sifatida foydalanishimiz mumkin. Bo'lsa buni o'zi tasdiq, ya'ni strukturani o'zgarishini o'zi tasdiq bizga shu sellga payza olishga bu holatda. Agar buni teskarisi bo'ladigan bo'lsa, o'sha low yangilanib kelib bitta high yangilansa, u bizda buyga tasdiq bo'ladi. Tim bo'li agarda mana shu holatda bizda minimum yangilangandan keyin mana bu joyda bizda engulfing sham pattern shakllansa, bundan ham zo'r. Bundan ham zo'r. Yana bitta narsa, savdo qilayotgan paytingizda o'sha analiz qilib entry qilayotgan paytingizda siz qanchalik ko'p sabab bilan entry qiladigan bo'lsangiz, shunchalik uni setapingizda yurib berish ehtimoli baland degan. Ya'ni keling mana bitta tushuntiraman. Text. Hop, birinchi tasdiq menda trend downtrend. Birinchisi downtrend. Ikkinchisi narx zonaga keldi. Ikkinchi sabab, misol uchun selga ochmoqchiligimga. Uchinchi sabab, narxda 1 soatlik time frame da menda struktura buzilishi bor. Struktura buzildi. Buzildi. Bu uchinchi sabab. Keyingisi bor, misol uchun men moving average qo'shib ko'raman, exponential. Moving average qo'shganimda 50 moving average bilan 1 soatlikda moving average pastda turibdi. Qo'shimcha tasdiq yemani narx ema pastda. Narx emadan pastda. Tushunsa? Emadan pastda. Mana shu holatda menda misol uchun yana bittasi bor, narx trend liniyaga tegib turibdi hozir. Mana trend liniyaga tegib reaksiya oldi. 5-sababim bor. Trend liniya. Mana shu 5 ta sababga asoslanib men sell pozitsiyani bu joydan olmoqchiman. Siz bitta setup ochmoqchi bo'lgan vaqtingizda ko'rishingiz kerak, aynan siz shunaqa nechta sababga asoslanib сделкаga kirmoqchisiz. Shunaqa sabablar soni qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizni сделкangizni yurib berish ehtimoli shunchalik baland degan. Tushunsa? Iloji boricha harakat qilinglar, maksimal narxda korreksiyasiga emas, narxda shu korreksiya bo'lsin, global trendga qo'shilishga. Chunki global trend baribir ko'proq pips yuradi, uverroq yuradi va sizning setapingiz demak ishlab berish ehtimoli balandroq bo'ladi korreksiyasiga qaraganda. Shuning uchun maksimal harakat qilinglar global trendga qo'shilishga, mana bunaqa sabablarni ko'paytirishga iloji boricha va o'sha qo'shimcha tasdiq sifatida xohlasanglar indikatorlardan foydalansanglar bo'ladi. Faqatgina qo'shimcha. Faqat indikatorga qarab turib, narx demak, uch misol erisa bo'ladigan 80 ga keldi, sel 20 ga keldi, buy emas. Yoki misol uchun narx moving average ga keldi demak, sel ekan, moving average keldi demak, buy ekan emas. Prosta bu narsalar hammasi qo'shimcha tasdiq. Setupga kirayotgan paytingizda struktura buzilishi, switchning patternlar, undan tashqari bizda modellar bor. W, M, голова, плечи. Hozirgi holatda biz ko'rganlarimizda ular yo'q ekan. Agar ular bo'ladigan bo'lsa, ular orqali ham biz tasdiq olib savdoga kirishimiz mumkin. Ya'ni bizda tasdiq degani faqatgina switchnoy pattern degani emas. Ya'ni o'sha engulfing, doji degani emas, tasdiq degani. Demak, xulosa qilib aytishimiz mumkin, tasdiq bizda faqatgina switchnoy modellar bilan emas, strukturaning buzilishi, qo'shimcha tasdiqlar, entry qilayotgan paytingizda mana bunaqa sabablarni maksimalni ko'proq topishga harakat qiling, lekin ko'proq topayotgan vaqtingizda grafikni o'zingizga moslashtirmang.
Ko'pchilik qiladigan xatosi grafikka o'ziga moslashtiradi. Misol, sel olganmi, faqat selga zona qidiradi, selga sabab qidiradi. Realistik olib qarasangiz, misol uchun u trend, uptrend bo'lishi mumkin, u trend misol uchun qanaqadir uровеньda bo'lmasligi, pusto joyda bo'lishi mumkin. Realist bo'linglar, grafikka o'zingizga hech qachon moslashtirmanglar, grafikni shunchaki tahlil qilinglar. Va bitta narsa esingizdan chiqmasin, bu bozorda har qanday holat bo'lishi mumkin. Hammaga omad, sizlar bilan keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Bugungi darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring va videoni trader tanishlariga yuborib qo'yamiz. Aytgancha, kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.